bir xonadonda 20 ta benamoz yig'ilib olibdi-da, hojiga borganlarni g'iybatini qilib katta odamlar. Sanlarga nima? O'zlaring-ku namoz o'qimaysanlar. Borib hojni ko'rmagansan Makka mukarramani. Kim qo'yibdi ularni so'kib, ularni ketidan ig'vo qilishni? Butun umr ig'vo qilib, g'iybat qilib, bepayz bo'lib o'tib ketishadi shular. Bularning yig'iniga kirsangiz, ig'vo, g'iybatdan boshqa gap yo'q. Siyosatni ham yomonlashadi, boshqa narsani ham, hech bular bir narsadan minnatdor emas. Yaratganim bir kuni bunday tomir tortib qo'ysa, yig'laydi. Bir bemorni og'aynilarimiz borib ko'ribdi. Bu bemor aytibdiki, mana u yondagi ham bir kirib chiqinglar, bir domla kelsa o'qib qo'ysin degan ekan debdi. Kirsa juda bir badavlat inson, butun nozi ne'mat muhayyo, doktorlarni zo'rlari tepasida parvona, o'g'illar parvona, 48 yoshda qil tamoq bo'ptilar, bir qultum suv o'tmasmish. Alloh Alloh degan so'zdan boshqa so'zni aytmasmish. Jahon sultoni bo'lsangiz ham, ming nozi ne'matlar bir ishorangizga tayyor bo'lib oldingizga terilsa ham, Qodir Allohim mana bundan o'tkazsa nasib qiladi sizga. Zamonasini Luqmoni Hakimi ham o'tkaza olmaydi, Xudoyim rizqini tugatib qo'ysa. Allohni narsa o'tmay qolganda emas, narsa o'tib turganda ko'proq Alloh deng. Yotib qolganda yig'lamang, yotmasdan oldin yig'lang. Alloh taolo egam sizga boshqacha muomala qilsin.